Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Ro'zmuhammad. Men IT sohasi bo'yicha boshlang'ich o'quvchiman. Men 13 yoshdaman. Xo'sh, boshladik. Men bugun sizlarga IT haqida va IT o'zi nima, IT dasturlash qanday nimalarga yordam beradi va uning ichidagi ma'lumotlar, IT salomlashuv, kompyuter bilan salomlashuv. Assalomu alaykum bratim, qandaysiz? Demoqchiman, boshladik. Assalomu alaykum va xush kelibsiz. Sizni axborot texnologiyalari, IT va dasturlash olamida ko'rib turganimdan mamnunman. Ushbu material orqali men bugun sizlarga HTML, CSS, JavaScript, sun'iy intellekt, AI, web dasturlash va zamonaviy texnologiyalar haqida foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz deb umid qilaman. Sizga yangi bilimlar, muvaffaqiyat va ilhom tilayman. Sizlarga shularni ham yetkazishga harakat qilaman. Keling, dasturlash olamini birgalikda o'rganamiz. Xo'sh. Birinchi bo'lib, men sizlarga hozir nimani o'rgataman. Birinchisi, har doim biz kirganimizda oknoni ochdikmi, sразу kirdimi, 6 marta maksimum обновление qilamiz. Agar kompyuter yangimi, eskimi farqi yo'q. Bu nimaga yordam beradi? Kompyuteringizlar tez qotmasdan ishlashiga va har soniyada qotib qolmasligiga. Xo'sh, обновление qilganingizdan so'ng esinglarda ko'pida 6 marta, kamida 3 marta qilib bo'lgandan keyin so'ng Google ga kiramiz. Xo'sh, birinchi bo'lib sizlarga IT dasturlash nimaligini tushuntirib beraman. Xo'sh. Kartinka. Kechirasizlar, uzr. IT dasturlash. Mana. Xo'sh. Boshladik. Mana rasm chiqib keldi. Xo'sh, programming courses. IT Park borgansizlar menimcha, PZP IT Academy. Xo'sh, boshlandi. Programming courses in Uzbekistan more accessible or not? O'zbekistonda juda ham aktivniy va zo'rmi yoki yo'qmi degan savol. Ha, O'zbekistonda hozirgi paytda juda ham nima deydi o'zbekchada? Xo'p, aktivniy. O'zbekistonda dasturlash bo'yicha o'qitish yanada qulaylashmoqda. To'ppa-to'g'ri 2020-yil nafaqat butun dunyodagi qat'sidir ma'noda larzaga solgan tarixiy voqealari, balki bugungi kunga qadar sodiq bo'lgan va sodiq bo'layotgan rivojlanish jarayonlari bilan esda qolarli. Misol tariqasida Elon Musk raketani ishga tushirib kosmosga 2 ta kosmonavtni uchirishga va ularni butun va sog' salomat yerga qo'nishga erishdi. 5 gigabayt antennalar kosmosda ishga tushirdi. Buning natijasi yaqin kelajak butun dunyo bo'ylab yuqori tezlikdagi internet paydo bo'ladi degani. Xo'sh, qolgani bizga kerak emas. Kerak emas. Xo'sh. IT bu nima degani? IT bu texnologiya. Texnologiya nima degani? Texnologiya bu. Xo'sh. Axborot texnologiyalari, IT information technology zamonaviy dunyoning eng muhim sohalaridan biridir. IT insonlarda ma'lumotlarni yaratish, saqlash, qayta ishlash va internet orqali almashish imkoniyatini beradi. Xo'sh, bugungi kunda banklar, maktablar, shifoxonalar, fabrikalar va hatto oddiy telefonlar ham IT texnologiyalaridan foydalanadi. Dasturlash bu kompyuter bajarish kerak bo'lgan buyruqlar yozish jarayonidir. Dasturlovchi programma yoki software developer turli dasturlash tillari yordamida veb-sayt, mobil ilovalar, o'yinlar va sun'iy intellekt tizimlarini yaratadi. Xo'sh. Birinchi bu ko'rdinglar. Mana eshitdinglar hozir nima deganman. Endi rejim AI dan aytaman. Men aytgan narsa to'g'rimi yo'qmi? Stop. Bitta oknoni ochib oling. IT o'zi nima deganda men hozir o'zim o'qib berdim, lekin o'zim ham ayta olaman. IT deganda biz zamonaviy axborot texnologiyalari deb tushunamiz. Dunyoning eng muhim sohalaridan biridir bu IT va u zamonaviy bo'lib davom etadigan sohalardan, kasblardan biri ham IT. Xo'sh, IT nimaga kerak bizga?
IT ni o'rgansak zamon bilan bir xil yuramiz. IT ni o'rgansak zamondan qolib ketmaymiz. Bu qo'pol qilib aytganda shunaqa. Agar IT ni o'rgansak kattakon daromad olamiz, kattakon pul ishlaymiz, kattakon saytlar yaratamiz va kimdirlargadir qulaylik yaratamiz. Xo'sh, qulaylik yaratamiz deganda qanday? Masalan, ko'rgandirsizlar, Uzum marketlarga o'xshagan saytlar bor. Mana Uzum market. Bularni hammasi bu sayt. Bunga javob emas, bu sayt xo'sh. Mana yana hozir yozib beraman sizlarga. Nokia, ChatGPT'lar ham sayt. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu original sayt. Birinchi qilaman hozircha. Mana bu original sayt. Buni hammasi dasturlashdan qilingan. Dasturlashdan. IT dasturlashda biz nimani o'rganamiz? Biz veb-sayt yaratish va web ilovalar yaratishni o'rganamiz. Ilovalarda sayt yaratamiz. Masalan, ChatGPT'da ilovasi ham bor. Uni yuklab olsangiz bo'ladi Play Store'da yoki App Store'da. Keyin esa uni sayti Google'da ham yoki boshqa joylarda ham, boshqa ilovalarda ham bor. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Xo'sh. Endi o'qib beraman. Dasturlash, IT dasturlash bu kompyuterlar, smartfonlar va boshqa qurilmalar ma'lum bu vazifalarni bajarish uchun maxsus kodlar yordamida ko'rsatmalar berish jarayonidir. Bugungi kunda IT sohasida dunyoning eng daromadli, tez rivojlanayotgan va masofadan turib ishlash imkoni beruvchi eng ommabop sohalardan biri hisoblanadi. Dasturlash o'rganishni boshlash yoki ushbu sohada to'g'ri yo'nalish tanlash uchun quyidagi asosiy sohalar va tillar bilan tanishib chiqish muhim. Kechirasizlar, sal duduqlanyapman. Xo'sh, mana ko'rishyapsizlar bu kodlar. Xo'sh, kodlar deganda hozir men sizlarga tushuntiryapman. Xo'sh, birinchi bu HTML, JavaScript, CSS. Bu kodlar. Bu 3 ta til desak ham bo'ladi. 3 ta til deganda biz nimani tushunamiz? 3 ta til kodlardagi eng asosiy 3 ta til. Kodlar o'sha 3 ta tilning ichida har birida kod bor. Xo'sh, HTML bu kodlarning eng katta tana qismlaridan biri. Tana qism emas, suyaklari. Tanamizning suyaklari. CSS bo'lsa, u bizning rang terimiz, bizning terimiz. U rang beradi, tekstlarda yoki qanday chiroy qo'shadi, dizayn beradi. Xo'sh, JavaScript esa u organizm. Bizning sasuda organizmimiz. Miya, yurak, shunga o'xshagan narsa. Hammasi bo'lib, HTML, CSS, JavaScript hammasi bu bizning butun tanamiz. Xo'sh, JavaScript miya, CSS ter, HTML esa skelet. Mana, hammasi bu bizning tanamiz. Shunaqa deb hisoblanadi. Xo'sh, endi hozir sizlarga bitta narsani aytaman. HTML da biz nimalar o'rganamiz? Eng asosiy kodlar turi. Unda biz nimani o'rganamiz? Mana Visual Studio Code ko'rasizlar. Bu kod yozadigan ilova. Unga biz hali bor, bizga kirishimizga bir 2 oy, 3 oydan keyin kiramiz bunaqa ilovalarni yuklab olib. Xo'sh, bunda biz nimalarni o'rganamiz? HTML ko'rasizlar, men HTML yozganman hali. JavaScriptni o'tmadim, faqat HTML bilan CSS ni yarmini o'tganman. CSS mana rang beradi, tekstimga rang bergan. Bular esa kodlar. Bu kodlarni biz 2 oydan keyin agar yaxshilab o'rgansak, o'rgataman. Xo'sh, Go Live ga bosamiz. U hozir Opera saytga bosadi. Bu original sayt emas. Operadagi oddiy page, uni original qilish uchun ko'proq narsa yozish kerak. Mana ko'rasizlar, kod yozib shunaqa narsa yaratdim. Bu kod yozganimdan shunaqa narsa chiqqan. Ko'rdinglar, mana shu style SSS ni ishi. Hacker kim deb qizil qilib qo'ygan. Bundan chiqib turamiz. Bundan ham chiqib turamiz. Which is okay. Bu tushunarli deb umid qilaman. Xo'sh. Bugungi planimizda, birinchi darsimizda biz nimani o'tamiz? Lovable'da narsa yaratish. Xo'sh, Lovable'da narsa yaratish.
Mana. Xo'sh, Lovable Jill bosdik. Kirdi. Xo'sh, men bitta narsani tushuntirib ketaman. Hech qachon Lovable ga kirgandan keyin hamma narsani xohlagancha yozib tashamanglar, chunki akkaunt qo'shish shart. Keyin Lovable o'zi nima? Lovable bu kutib turasizlar amana. Lovable bu sun'iy intellekt AI yordamida web ilovalar va AI saytlar tez yaratishga mo'ljallangan platformadir. Foydalanuvchi o'z g'oyasini oddiy matn ko'rinishida yozadi. Platforma esa shu tavsiz asosida sayt yoki ilova uchun kod va interfeysni yaratishga yordam beradi. Lovable ayniqsa yangi boshlovchilar, dizaynerlar va dasturlovchilar uchun foydalidir. U prototip yaratish, dizayn ishlab chiqish va loyiha ustida ishlash vaqtimizni sezilarli darajada qisqartiradi. Xo'sh, boshladik. Hozir biz Lovable ga mana tekst yozaman. U tekstimdan u sayt yaratadi, bu narsa. Men o'zi yaratgan 3 ta saytim bor. Men unga kira olmayman, chunki bu sayt mana hammasi kira olar ekanman. Xo'sh, birinchisi bu market, B1 market. Bilasizlar, menimcha mana nima mahalliylarda bo'lsa kerak. Endi men buni dizaynini o'xshatmaganman. Lekin elektron variantini yaratib ko'rganman. Biznes uchun o'xshaydim deb. Buni men nimaga yaratganman? Xo'sh, odamlarning yoniga borganda, agar sizlar ham sayt yaratishni o'rgansanglar, reklama uchun ko'rsatasizlar, keyin haqiqiysini qilaman deb aytasizlar. Haqiqiysini qil desa, shuni haqiqiysini bundan ko'chirib olib qilasizlar. Mana ko'rasizlar, hamma narsa почти bor. Hammasi ham emas, bordek. Mana savatchaga gitsanglar, savatga oladi. Lekin buyurtma bera olmaymiz, chunki bu soxtaki. Odam yo'q sotib oluvchilardan va keyin qaranglar, buni haqiqiy sayt qilsanglar ham bo'ladi buni ichidan. Faqat pul kerak va o'zingizlar akkauntinglar bilan защищенный bo'lish kerak. Pul esa hech kim menimcha keraklar uchun oladi. Endi pul to'lab qilsanglar bo'ladi, bilmayan o'xshasa o'xshadi, o'xshamas bilmayman. Lekin pul to'lab qilsanglar haqiqiy sayt yaratib berish mumkin biznesinglar uchun. Faqat silkasi original bo'ladi va odam qo'shishinglar shart bo'ladi. Xo'sh. Kafolatlangan sifat ko'rasizlar, bu oddiy birinchi saytim. Ctrl Z. Xo'sh, endi hozir men yozaman. Mana masalan. Yo'q, to'xtinglar, men aqlim ishlaydi. Qara, menga hozir sayt yaratib berasan, saytimda nima bo'lish kerak? Xo'sh, har bir vannaga kerak bo'lgan narsa. Yo'q, unaqa emas, yaxshisi bunaqa qilamiz. Har xil Tetris o'yinlar, tank o'yini, keyin esa FK Mobile'ga o'xshagan penalti seriali o'yini, DLS 26, keyin esa yana PUBG ga o'xshagan o'yinlar, menga faqat aldamakasi bo'lsa ham yaratib berasan va unga registratsiya qiladigan vanusini qilib 99li 735 5735 nomerini qo'yib qo'yasan desamda, 99li 999 122 813 qo'yib qo'yasan. Kechirasizlar, bu telefon nomer aldamaki shunga. Kutamiz mana. Tashlaymiz. Endi kutamiz. Uni 5 minutchalarda qilib tashlaydi bu. Ungacha biz dam olamiz. Xo'sh, dam olamiz deganda biz qo'shib qo'yib qo'yaman. I wanna wake up. No, maybe so long. Me, I'm nobody.
tu crois enfin que tu t'en sors quand il y en a plus? Il y en a encore. Mais ça, c'est que le problème, gars, musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus tes oreilles, et là tu cries encore plus fort, ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Nakonец-то tayyorlandi. Ro'yxatdan o'tish bo'lmaydi hozir, chunki bo'lmaydi. Tetris. Original Tetris ko'rasizlar. Tezroq qo'yamiz. Ko'rasizlar. O'sha yoshlik, ana kichkinaliklarda Tetris o'yinini yaratdi. Mana qo'yib tashlaymiz. Yutqizdim. Tetris tankchi. Tankchi. Ko'rasizlar, Tetris o'yini. Yutqizdim, короче. Men penalti seriya boshlash. Yo'q, penalti seriya kerak. Markaz o'ng yuqori. Navbatsiz ko'rasizlar. Endi to'g'ri, Battle Royale. O'lja yig'ish, jangga kirish, jangga berkinish. Killlar. Zo'r qilmagan, lekin qilganda shu. Ko'rasizlar, aldo bo'lsa mana qilgan. Keyin Neon Arena degan nom. Ro'yxatdan o'tish qilaman desizlar mana. Neon Boy. Shunaqa narsa. Короче, mana shu sayt deydi. Sayt mana shunaqa narsadir. Xo'sh, ko'rishinglar bo'yicha mana shu sayt qildik bugun. Va keyin aytgancha bitta saytdan chiqarmaylar hech qachon. Video kiramiz o'zi. Mana har doim mana shu birinchi bo'lib chiqqan sayt bu original, qolgan hammasi fake. Mana ko'rasizlar, qolgan hammasi fake. Keyin bu original официальный sayt Rossiya. Bizga esa просто O'zbekiston joylashganimiz uchun O'zbekiston deb qo'ygan. Shuni ko'rasizlar mana burchakda esaschan mana index HTML dan yaratilgan sayt. Shunaqa gaplar. Xo'sh. Hammangizga rahmat, sog' bo'lasizlar. Videoni oxirigacha ko'rish esdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun hammaga rahmat.